500 ming so'mga 500 ming so'mga arzon ijara. Assalomu alaykum. Bekbaraka bozori orqasi zo'r bolalarga gostinitsa topib qo'yganman. Arzon narxlarda hali hech kim yashamagan gostinitsani obzorini ko'rib chiqamiz. Xudo xolisa yanvar oyida bitiriladi. Hop, kirishinglar bilan sizlarni ikkitalab sanuzel, razdельный sanuzel kutib oladi. 5-yanvarlarga inshaalloh topshiramiz. Bu esa общий zalimizda bo'ladi. Bu yerda kir mashina qo'yib beriladi, rakvina, yuz qo'lni chayishga, kir mashina kir yoyishga, xohlasanglar joylarni qoldirganmiz. Mana bu xonamizda hop 5,5 ga, 6,5 ga 5 xonamizda. Xona razmeri juda ham katta. 10 ta xona, 40 ta bolaga joy bor. Mana xohlagan xonanglarni tanlab, xohlagan remontini tanlab, 3 millionni pol qilingan, polni tegilargacha pol qilingan. Qishda issiq bo'ladi, xudo xolasa. Mana xonalar alohida. Bu xonamizga xudo xolasa eshik qo'ysa, gilamlar qo'yamiz, ko'rpa to'shak qo'yib beramiz. Bo'lib bitadi. Bu yoq общий oshxonamizda bo'ladi. Oshxona ham juda ham katta. 3 ta yoki 4 ta gaz qo'yish rejalashtiryapmiz. Xudo xolasa qo'yib beramiz. Oshxona общий bo'ladi. Bemalol choylarni ichib tayyorlab qilsanglar bo'ladi. Bu yo'q ham joy qoldirganmiz oshxona uchun. Hop, kengina juda ham zo'r gostinitsa bo'ladi, xudo xolasa. 10 ta xona, antenna pastligi sababli radio bloklarni gaplashib qo'yganmiz. Antenna beton bo'ladi. Hop, bu yerda Wi-Fi lar qo'yib beriladi. Hop, mana kengligiga e'tibor berildi. 4 ta boladan oshuv bola qo'yilmaydi. Xonani bron qilsanglar bo'ladi. Oldindan gilam qo'yamiz. Xudo xolasa ko'rpa to'shab beriladi. Xalidin bor, kir mashina ham bo'ladi uyda. Mana bu yerga Telegram kanal kiramiz, bron qilamiz, obuna bo'lamiz. Inshaalloh eng arzonlari bizda. Bemalol 3 ta bo'lib joylashsanglar bo'ladi. Narxini gaplashamiz Telegram kanalda.